Assalomu alaykum vatandoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 75-ci soniga hoş geldinglar. Bugun biz hukumatimizningki parlament a'zosi Abdurahmon Hasan, ya'ni millat vakili Abdurahmon Hasan afandim bilan harakatli barakat degan temada suhbat olib boramiz. Suhbatimizga hoş geldingiz. Rahmat. Aleyküm selam. Bu sohbetke ben teklif kılganlar hoş buldum. Çünkü halkımızdan uzun boğan önünde ekranda bir sohbette yüz görüşmekine bugün bu münasebetler sizin vasıtanızdan halkımızdan uçuşturan fırsat oldu. Rahmet. Rahmat. Ushbu suhbatimizning bosh temasi harakatda barakat. Ko'rinib turibdiki, bugun biz Abdurahmon Hasan afandimning harakat ish faoliyatlari bilan tanishib chiqamiz. Abdurahmon Hasan afandimning hukumatimizda peshqadamlardan biri. Mening tushuntirishim behojatki, yiliqi onam bilan ayolimni aytib beringlar, o'qning pulini men to'lay, bu azoblardan biroqli qutulay degan mashhur so'zi bilan tanglar. Agar deyilgan mushu gapning o'zini tadqiq qilish to'g'ri kelsa, buningda bir olam bor. Xitoyning inson qalbidan chiqqan vahshiyligi, Uyg'ur xalqining qora taqdiri, noli faryodi bor. Abdurahmon afandimning muajiratda Sharqi Turkiston xalq jamiyatini qurganligi, nurg'un ish faoliyatda bo'lganligini qo'yib turayli. Yaqinda bizning mustaqillik irodamiz va asosimiz yuksak darajada mujassamlangan Aqtashli kitobimizni o'z xarajati bilan Gollandiyada har sohada tarqatishga zo'r kuch chiqarayotgan bu xizmatining o'zila bizning maqtashimizga, qo'llab quvvatlashimizga arziydi. Barakat harakatdan keldi. To'g'ri qilingan harakatning barakatini Alloh egan beradi. Xo'sh, biz so'zni o'tini Abdurahmon Hasan afandimga o'tinaylik. Sizning qarshingizcha muajiratda da'vo qandaq bo'layotdi? Qandaq bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlar, ilmlarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Bugun sizlardan qayta uchrash nasib bo'ldi. Juda to'pla bandimninki vasitasi bilan bu sabab bilan hammalarga qurbon aytliq salom yo'llayman. Alloh hammalarga yaxshi yetkazib nasib qilsin. Bu undaq suhbatimiz kirib ketsam, juda to'pla bandim men qisqa tariximni deb o'taymi? Siz deb bo'ldimi? O'zingizga bog'liq endi men bir qurda deb o'tdim. Agar vaqtingizni yetadi deb o'ylasangiz, marhamat. Tamam. Unda men asos jihatdan juda to'pla band degandek muajiratda da'vo qilayotgan, bizning taqdirimiz ko'ngil bilayotgan har bir Sharq Turkistonlikki bilib deb qarayman. Ammo da'vo bilan munosabat bo'lmagan mustaqillik desa yoki Xitoydan qutulish desa bo'ladigan, bearam bo'ladigan insonlar bilmagan taqdirdami, ammo umuman xalqimiz to'ni deb qarayman. Shundaqmi, aziz qarindoshlar, men vatanda faqat bir tijoratchi, xolos. Bir futbol maktabi, tashqi savdo nimasini xili natija qozongan, tizimxonada shundoq asosiyatni bu qilgan ishlarimda bir put qozongan bir tijoratchi. 2017 yılı ben Kırgızistan'da, yani Medine Bazar bir ticaretle bulatım ben. Ama 4. ay 5. ayda uçtum tut bu şiddet bilen bizden tanış bilişlerimiz Kaşgar'da meyli başlayaldı olsun. Mesela ben bildiğim tanıydıgan Karxançı olsun, Meldeni Sağdım olsun, Melziyali Sağdım olsun. Asas tutup getirmesi. Bu havalı korkup Türkiye'ye gittim. 6. ayının şu 2. günü Kırgızistan'dan biricik vizisi kullanma aldım. 4. günün belirtmeli ciddi kettimde bir endişe kılıp. Türkiye'ye gelgendeyken bu gam kaygıda şu adamın için bir iş kısak oldu edip belki bu ekranda Nahmeden Kıravatkan ben izlep bağlan ustazlar istek geldi. Neymiş kılımız, biz kolumuzdan gelgen halkara sistem boyunca bir iş kılaynak, bir vicdanımız rahat tapsın, tekrar ta 2018 yapına gitken kadar izlegen buldum. Ama bo'lmadi, teşkilatlarga bağım olduk bo'lmadi. Ondan keyin şu özüm guvohlik berdim ve guvohlik bir bo'lib, ondan keyin atrofimdagi yaqin Qashqarda yashagan jonjigar do'stlarimiz var Turkiyada. Ularni guvohlikqa ish qilishlar birga bo'ldik.
Şu anki halkımız davet kıldık. Bu Yaponiya ketdim. Yaponiya efendim degandek guvalıklarını Japonca tercüme qilish va inglizcha ko'p tillar tercüme qilib tarqatdik. Ondan boshqa Yaponiya bir qism vijdon egalari sevimli qarindoshlarimiz bilan bir Sharq Turkiston xalq jamiyatini qurib 160 dan ortiq davlatlarga Xitoyning tajovuz qilmay sanalgan davonimizda xalqimizning arzini o'zimning oilasiga qo'shib yo'lladik. Bunun deyishimdagi maqsad aziz qarindoshlar, men bu da'voga kirishdan burun ama ba'zi xato tashviq bo'ladi chet elda Uyg'urni qo'rqitgan. Mening oilamni o'ldig'ini o'ylab bo'libdi ekan. Men uni Türkiye'ye Turkiyaga borsam bir men tanımaygan tağamning bir ağayını deb berdi. Voy fikam sizning taqdirga şu 17-18 ko'may ketib bo'libdi ekan. Alloh aytgan makon jannat qilsin dedi. O'zim o odamga o'ztamadi xo'shnish ekanda men bilmaydi ekan, tanımaydi ekanman. Şunu yaqinlar bor so'zim deb bermagan, o'zim bir qism bo'ldim. Demak, mening oilamga, jamiyatga kelgan avashlik Xitoydan falokatninki bugungi mening da'vatim yo'q o'tirishim bilan hech qanday aloqasi yo'q. Balkim bu tarix bo'lsin, balkim men bu yo'limning bir askari, bu yo'lning nerede nima bo'lmayman bilmayman. Agar kelgusida shu vatanda bizning avlodlar bilan hayot qolgan navcharlar ushqashqanlar ma'nis bo'lib qarayman, ko'rishash, ammo bo'lmay qolgan taqdirda bu bir javob bo'lib qolsin. Balki vatan ichida balkim sizning ota-onang tashlab o'tdi bolalarımga. Ota-onang yomon bo'lgan chiqqanlar shunday bo'lgan deydigan Xitoyning benamus shovinist siyosati xalqimizni bizning ses gönderiş, bezdirish nimesini elib bordi. Bolalarım shunday bo'ldi bu ish. Shunga demakki bu yerda gapim xulosalansin tajribam to'g'risida. Mening da'vo qilish hayotimdan burun Xitoy qilib bo'lgan. Men da'vo qilgandan keyin 5 yil falan ish keldi deb gap qilmadim. Shunga bu gapni mushbat taqtan qarindoshlar Abdurahmon Hasan asha tug'iliq uchun bo'ldi. Bu Xitoy deydigan gapni bu demasliklarni tavsiya qilaman, da'vat qilinglar. Tamam, bu yerni ham tugidam, savolga o'tib ketsak. Xo'sh. Siz mana savol bir yana qaytarasiz. Endi sizningcha bu muajiratda da'vo qanday bo'lyotdi? Qanday bo'lsa to'g'ri bo'ladi? Endi bu bir muhim savol bo'ldi. Bu da'vo degan temada ustozlarimiz to'xtalib kelyotdi. Bo'libmi bu da'voning to'g'risini xalqimiz diqqat qilishni bir 5 yilda sizlar Salih Xudoyor boshchiligida Amerikada qilyapsizlar, dunyoda o'rnak, dunyoda bir. Bu mabzu hukumat to'g'risida maqsadimlar aziz vatandoshlar diqqat qilinglar. Chunki Sayfulloh Jimgam tutayotgan pankartlar qaranglar, Xitoy tajovuzda chiqib ketsin. Sharq Turkiston xalqiga mustaqillik kerak. Xo'rlab o'ltish lagerlarining jazolari bekor qilinsin, stop to'xtatilsin. Bu Amerika hukumatining davomli darvozasida taqab turib, Amerikadan yordam talab qilayotgan bu yerda bir butun. Hem mesela pankartlarım bilan Uyg'urchilar biz mustaqillik deymiz deb qo'ygan emas. Aniq Amerikaning ko'ziga qadab bizning irodamiz bu Sharq Turkistonlikni biz Xitoyni so'yadigan, Xitoy yalag'anda bir millat emas deganini ko'rsatib, siyosiy irodasini, uning da'vosini silqan faoliyatiningki bizlarda kameradan ko'ryapmiz, sizlarning ustida bor. Misol Amerika hukumatiga da'vo sunyapsizlar. Mana bu da'vo qilinadi. To'g'risi bu. Biz endi yillardan beri bizga da'vo deb nima chiqqan ilgari Turkiyaga vaqtida biz Xitoy konsul nurg'un chiqimiz, u yerda har xil adabimiz islom, u bu nurg'un yer sharida Erdo'g'anni to'layolmagan shuarni to'laymiz, ammo Xitoy konsullik da'vo topshirib kelgan. Mayli Rabiya xonim Amerikada bo'lsin, Yaponiyada bo'lsin, bu dunyo xarakterlik Xitoy konsullik ketayotgan bir da'vo bordi. Bu da'voni Alloh taolo bir Uyg'ur yigitidan biz salih bir mo'minning oilasidan Salih Xudoyorgan yigitimiz chiqib, tunji qatim Amerika hukumatiga da'vo e'lonlandi. Biz bundan çok tuyg'ulangan zamonda şu da'voning o'zi bu. Endi da'voning xato ketgan tarafi, men ilgari buni jiq kurash qildim, nurg'un haqorat kuch qildim. Xitoy konsuliga men biz odam tilmayman, odam tillaydi deb o'rtan chaplaydi. Xitoy konsuliga ustozlar nima mazmunda da'vo topshirsizlar? Xitoy nima talabni qabul qilib, gapini anglaydi dedimda, mening misol ailam da'vosi Xitoy konsul topshirdi deb o'rgatganlar chiqdi. Xitoy nima qilib turdi menga deb men hozirda da'vo topshirmadim. Shaxsiy ailamdan bo'lsin, tashkilotlardan bo'lsin. Ammo Xitoyning bir qilmay ishlayman-da, men aytandimmi, misol Toshbozorga menda yaxshi billar, ayni vaqt Toshbozorni chaqib,
qaqashqanda qolib biznes berməyəndə o xalq Beijing azqımız deb qalsa, Koruldumı tutub gelib onu Gobodada solab uğraşıb almışlar. Uyg'urlar bunda biladi, misol vatandosh amal yo'q, hamda shu Xitoy manda o'zi yana o'zi qilishqa. Ammo davoni bilmaygan o darajada biz banqish millat emas. Ammo bu yerda nurg'ulg'an tashkiliy sistema, qurilma, bir manbadan tashkillanayotgan bir yo'linish borligini his qildik va buni dedik, ammo haqorat, tildashnom chiqib ketdik. Men uni qo'yib fikrim chiqmay qolgan yerim yo'q, ammo dava qetib ketgan odamlarimizning bo'lmasligi yaxshi qarindoshlarimizni bu tarafdan o'ylab nima qilmadim. To'g'ri dava, hozir o'rnak dava, surgundakman boshliq sizlar qilyapsizlar. Ariz talabni Xitoy konsulluğu bir qadam topshirmadinglar, faqat Amerika hukumatiga va xalqlardagi yadrolik kuchlarga da'vo qilyapti. Mana bu da'vo mustaqilligimizning oltin ochqichi. Shu bir davlat sistema selib Cüretabullah efendimge, Salih Xudoy efendimge, hammamiz birdan ishxona, askar, qo'g'duvchi bo'lgan chaqda u chaq bizni hech kim tillamaydi, choy ichib, bek so'ymak chiqamiz. Ammo bizga millat vakili olmoqmi tas, xizmat qilmoqmi tas, haqoratlarimiz, tillarimiz ko'zga ilinmaymiz. Ammo boshqa bu siyosatning qimmatini bilgan turklar, gollandiyaliklar, ilgari men hukumat chiqindim degan sizlarning millat vakili olmoq tas, Xitoydek bir kuchning qarshisiga chiqsizlar yolg'iz. Bu davlatning qonun sistemasini boshqa qo'g'nishni ma'ni yo'q. Bu xil avvalda bu ishni qilgan odam chiqmaydi deb ma'lum tasalli berilganda. Bunda birat dadam bo'lsa, mana da bizga da hukumatga qanday bir narsa qilsang, ishing tutsa biz qo'limizdan kelishi Gollandiya qonun sistemasidan sana destek olmaymiz deb tasalli berganlar. Şu an davanın örnek aşıyor. Hatası Xitoy konsulluğu gitmeyen davanın hemmesi hata. Yani tılsağın yani geçimiz gerek. Bundan sonra da yaxshi javob berdingiz. Haqiqatan agar biz davoni Xitoy qilsak, demak bizning egimiz Xitoy bo'ladi. Bizning ishimiz Xitoyning ichki ishi bo'ladi. Siz bu savolning negizini deb chiqardingiz. Haqiqatan biz Xitoylar o'zlari kelishib olmaysan, aralashmagan bir ma'no chiqib turdi. Xitoy konsulluğu Aşında bir neyge biz men kemsik çıkıgan. Uygurlar Xitoy konsulluğu bartanlığı bir yapılıq mesxir şekilde gap qildi. Bir yapınca inimiz qızarıp ketmen çaydan bilib aldım. Ufkam nima deydi desam shunda ochiq gap qildi. Ufkamda ular biz emas. Ular ham Xitoyning Uyg'urning vakili emas. O Xitoyning o'zining kadrlari deb javob berdi. Deb javob ketgan bo'ldi, ammo bu tarixiy bir haqorat 5 kunlab qoldi bizda. Siz deganingizdak, elim ham ashunda Xitoyning konsuliyasini oldiga berib namoyish qildigan, o'zininki dardini yezib Xitoyga akirdigan, sunadigan ishlar bor. Demak, bu ichki ishga aylanib qoldi. Bizningki demokrat nomida elib berilayotgan nurg'un da'volarimiz dal mush shaklda davomlashyapti. Elim ham ashunda. Endi biz da'voni xalqaralashtiramiz deydigan bir gap bor. Muajiratda bizning qo'limizdan keladigan masalan namoyish qatorliqlar. Buni biz to'g'ri yo'lda qilishimiz va to'g'ri nishonni belgilashimiz kerak. Siz degandek Salih Xudoyor va surgun hukumat birlikda biz qilayotgan bu da'vo to'g'ri shaklda ketyapti. Endi buni kichikina qistirib o'tirganimiz Salih Xudoyorning dadasi Sayfullo Ajim Oqsaroyning oldida davomli bizga mustaqillik kerak. Biz bu davlatning egisi, biz mustaqilligimizni qaytarib akilamiz. Bizning irodamiz shu deganni ifodalab turdi. Bu gerçi bir adam qilayotgan da'voda bir odamningki tirishchanligidek turgan bilan buning unumi olam shumul bo'ladi. Men buni burunmi degan Oqsaroy butun dunyoning ko'zi mushada. Agar bu yerda biz da'voni Oqsaroyning oldida emas, Xitoy konsuliyasining oldiga berib qancha dado g'unchandang desakmi oqmaydi, yolg'on gap. Xitoyga o'ynab bergan usul bo'ladi u. Demak, sizning bergan javobingiz pek joyida bo'ldi. Endi siz yaqinda Aqtajlik kitobimizning Gollandiyada parlament va hukumat o'rinlari qatorliqlarga tarqatilishiga ko'p ajr singdirdingiz. Bu to'g'riliq bizga bir so'zlab bergan bo'lsin. Bo'ladi. Biz endi Gollandiyada oz bo'lsa-mu bir qarindoshlarimiz bor bo'lgan bo'shqida qo'shayotgan ba'zi kitob soldurishga ozroq 50 tal 40 tal kitob pullarga bo'ldi, ba'zi ko'proq, ba'zi ozroq degandek qarindoshlarimizninki bir qo'llashi yardım bilan Gollandiya parlamenti, ya Tweede Kamer deyiladi, parlament binosiga har bir parlament a'zosi bir taldan kitob, bir taldan bir varaqdan ariz talabimizni
yana elimde aldı ötkendek Xitay tecavüzünün 1949 besvağanlıqını dep şunu yazımız her elimizde. Ama Şərq Türkistan davasıga açqanda bir demokrat dövlətlərdən da yardım kəməvət qalğan Xitayınınki pulu səbəblik mənfəətini göz tutub bular özünün demokratik qimmat qarşığa, özünün etiqadi qarşığa rəy qimmat qalan əskertib bir əriz tərəfimizdə bilə kirpədik. Diğer ekleştirme alayda bir hizmet kiyimi desktop ular işenç birişimiz şərtləri o çoğun organlar kirgen çağda adam biraz onun besinin yuqarı oldu. Çünkü yok da qaç işimizdə amma evet kirib ben kirgen çağımda özümün kimlikini ondakin xəttim zaten adresini öyümün adresinden tartib andaki isim kart yasattım. Hükümet milletvekili namında isim kartlarını qoşup bir özüm tanıştırıp andaki şuna bir əriz tərəfimizdən birgə Uyg'urlarning shuna bir bugungi 5 kilovatgan cho'ng irqiy qirg'inchilik nimasini oldin aytgandik degandan bu davlatning tuzilmiz demokratiya bo'lgandan hech kim bir Amsterdam bir saqchixonadan boshqa Rotterdamning bosh saqchixonasidan boshqa ikki yerdan boshqa hech kim rad qilmadi. Hammasi rahmat deb oladi. Masalan, yuqori telefon qildi bir xil ministr shahar boshliq deganlarga ya ishi telefon qildi parlamentimi telefon qilgandan yo'q demaydi ekan. Eyvallah Allah'a şükür. Demek kardeşlerimizden bunun da köp kolluşu ve yardım oldu. Allah onlardan razı olsun. Hem de kitapını biz bu şehirlik hükümet, misal köp oruluk verdik. Biraz bir fikrini düşündürüyoruz. Bu köp oruluk birleşik məqsədimiz, misal parlament verdik. Onun üstündeki devlet meclisi verdik. Tamam birisi kanun sunudu, meclis karar kıldı. Bunun neticesi düzgün çıktığı şey emas. Vallahi alem bir kadın avaz çıkıp koydu ama ötmeyen bolsunmu. Yani ümit varımız çokum ya Amerika'dan çıkıp kalishi mümkün, Şərq Türkistan ya başka yerden çıkıp kalishi mümkün ama tuncu kadın avaz aciz müminden küçük mümin yaxşı edigen Peygamber'in bir hadisi vardı. Gollandiyadagi İslam Partiyasının başlığı tuncu kadın bunu kun tartibga elib parlamentda o'tirib koydu ama rad qilindi qarindoshlar. Rad qilganlik bilan bizning ko'nglimiz yerim bo'lib afsuslanib ketdik ama çokum bu natija tuncu kadın Gollandiya'da avaz çıktı. Belki ikinci kararlaşış ya Amerika ya İngilizce başladı bular inşallah avaz çıktı. Şu an demek ki bunu destekleyen şehirlik hükümet, en aslında küçük şehirlik hükümet mesela bizden Qashqar, Istanbul, Şahsıgındaki yerlik hükümetler var. Şundan bir pilotumuzda hazır bir 25 belki 30'a yetti. Bir xil ministerler şehir başlıkları kitap bir polda kaldı. Şemmisini kaldı erz tarafımız var. Hiç kim bizni hakaret kılmadı, umudu, kılmadı. Yaxşı kılıvatsızlar deb destek verilgende. Allah'a şükürler olsun. Şu an kitaplarınki nimside bizninki müstakilligimizning eslik kilishiga juda bilim efendim deb tushuntirib o'tdi. Kitabımızda bizim misal tariximiz, kültürümüz, tarix devletçilik enanimiz, Bugünkü Xitaylarninki cho'ng irqiy tozalash jinoyati hammasi to'liq aks ettirilgan. Kitobni qo'lga olgan shunda bir siyosiy rahbar kitobni teshik qaylabla bizdagi bir siyosiy irodaninki bog'liqni, Sharq Turkistonlikninki olam o'zining davlatini seg'inganligi, davlatini talab qilganligi chiqib turibdi tosh shu maqom loyihasidan. Bu loyihaga jur'at qilib efendim G'ulomkam Salih Dair efendim Allah reisimiz bularımız Allah razı olsun. Kitapның şu taşqi qiyapti demek bizning mustaqillik irodamizni o'tirg'a qo'ydi yoki davlat rahbarlariga siyosiyga tushuntirib turdi. Çünkü mundarjilarmi yuqorida o'tgandek bizningki Xitoy bilan birga yashamayotganligimiz, Xitoydan boshqa bir to'plam ekanligimiz aks ettirilgan. Bizim madaniyat kültürümüz ayrım Xitoylar bo'lganligi uchun bu kitap tarixiy Xitoyning jinoyatlarini tarixi bilan vaqt zamonlari bilan yaxshi chiqqan endi hozirga qadar bunda bir qo'limizda bizni tanishtiradigan bizni bir bo'lgan bir bunday tanolik qilgandan xudo turmush uchun kelib qolmagan bir siyosiy ehtiyojga kelib qolganligimizni tanishtiradigan oltin ochiq qo'yish deb qarayman davoyimizga shu bunga yani bundan keyin qilgan planlarimiz var inshaalloh bu qilib bo'lgandan keyin deyilgan yerda rahmat kitobni mushunchalar qog'insiz boshini deb bo'ldi. Bu yerda bir natija ko'rildi amaliyotda. Gollandiyaning parlamentida Sharq Turkiston deb ataymiz degan bir loyihani o'tirib qo'ydi bular. Demak, garchi u o'tmagan bo'lsa-mu, lekin mushuni o'tirib tushganning o'zila
mush aqtashlik kitobning va sizlardek o'tchirak bizningki yoshlarimizningki tirishchanligining natijasi deb qaraymiz. Hamda bu aqtashlik kitobda haqiqatan bizningki to'liq mustaqil bo'lish irodamiz aks etgan. Buningga Salih Xudoyor apandim alohida ajr singdirgan bu kitobda. Agar kitobni tafsili o'qisa, buningdan nurg'un narsalar chiqadi. Hamda xuddi mush nuqtada bizga kitobni taqatdik, siz nurg'un ajr bilan nurg'un odam kitob taqatdingiz. Ular bu kitobni o'qisa nimani biladi? Bizning mustaqillik ko'rishimizga foydasi bo'lamdi sizningcha? O'qimdoshlar. Shunday Evet, bununla şu bu mesela biraz açayım bu muda. Mayadımızla. Bu kitabın anasını Vüstal Takip planı vardı. Yurda bende. Vüstal Takip'te bir milletvekili olarak bir milletvekili oldum. Müşkilden goldan diye de var. Çıkıcı kişi şokken. Tamam bir teşkilatından kaldım dava kısakım bulundum ama. Ma kitap bek mükemmel bir şekilde bizim hem nasımız var. Siyasi irademiz var. Xitayning tecavüz kimligi var Şarkistondaki. Dünyanın işendigide qalıqıda cinayet Xitayning hem nas to'liq bor da. Demek davamız altına çıkıştığım. Elbette bizim mustaqilligimizni tezlashtirdi. Xalqaro kun tartib kelishga bizning qarindoshlarimiz kutgan ulug' kurashlarga sabab bo'lgan narsa bu kitap deb qarayman. Chunki kitobda to'liqlan bizni tushundirgan bir avval bizning siyosiy irodamizdan tortib ta madaniyat kulturimizgacha hemen to'liq tanishtirgan bir avval bor. Albatta kitobning bizga foydasi bo'ladi. Shu bunga shak qilmasligimizga asosat bir gap deb o'tdi. Bu gap mishadimi qulqimga deydiganim bor. Gollandiyada misol uni bagam bilan deb qo'ydi, ammo rad qilindi. Ular e'tirof qilmasa hech qanday yana shu burunda Shinjongda yoziladi degan gapni o'zim deydigan Uyg'ur qarindoshlarimiz bormi demak, sabr qilinglar. Bir davani bugun qiliblar, natija bugun chiqmasa bular unda kelsak bu davo olmaydi. Bu inshaalloh biz natija cho'qim chiqadi. Bugun biz ayt bo'ladi deb tirishyapmiz. Men ko'p organlar birishimizmi? Chunki bular demokrat davlat biz bilmaydi ekanmiz ilgari. Misol bu yerda qonun tamoman kuchga ega. Misol eng tuvandiki. Misol kichik bir bizning misol bo'lganingki bir boshliqqa misol bir cho'ng yig'inda bu masalani o'tirib qo'yish bo'larkan bo'lganlikda sen bu gapni deysan demaydigan bu yerda fikr erkinligi deyish bor. Misol Hizbutullohga 500 ming 300 ming nopus va xilofat qurimiz degan tashkilotimiz bor ekan. Misol o'sha ruxsat berdikan, yani shulimi normal partiya nimasida misol o'zbekiston partiya a'zosi qanday pulag'im bo'lsa Edenbeshga shulimi Edenbeshga shu pulni olib bu yerda faoliyat qildi ekan. Demak bu yerda fikri erkinlik degan narsa bu ajoyib qo'dalgan bir muhitga biz bilmaydiganmiz. Demak bu yerda cho'qim cho'ng davlat rahbarlari Xitoyga diplomatiya munosabatini ko'z tutgan taqdirda lekin oradan yani insoniy tuyg'ular portlab chiqib siz biz kirmaymiz degan ularning aynan bir ovoz chiqib qilishi biz uchun foyda keladi. Elbette mustaqilligimiz foydasi bor. Xitoydan bugun bo'lsin baldiroq qutulib vatan qaytishimiz foydasi bor degan maqsadda buni ko'plab taqib keldim. Aliqi nima kelsak men dastlab Vüstal taqdan planni buzib o'tgan narsa. Sizning Facebook ko'rlar bir men kichik bir shahar kitob bersam, onundan shu kitobni bugun berdim, 2 kundagilar o'qimdi degan savolning javobini chiqdi. U boshliqdan o'zidan xat keldi. Yana bir cho'ng shaharninki kotibidan xat keldi misol. Sizlarning va sizlarning yurtinglarda kishilar bo'layotgan avval nimaga uchun ishlayapti? Bu shaxsni emas, bir davlatdagi istodi xavus degan organning birisidan keladi. Kotibidan kelgan narsa u boshliq ruxsat bermasa o meni WhatsApp'imni qo'shib u yerda qoldirmaydimda. Demak, shunga kichik uchrashib chiqib qo'ygandim. Chiqarsam bir Xitoy tatay telefon qildim, dars etdim. Sen ingliz bilamsan, gollandiyac bilamsan, qarsizlik qilsan deb men darsni turib ichib qo'yib, yo'qmay turib. Kechda bir aniqlab qo'yganda bir do'stimiz berdi. O telefon qilsa, Abdurahmon Hasanning bu vaqt bolalar maktab qurish uchun yordam qilish uchun telefon qilgan debdi. Buning bolalar vatanda qolgan bo'lsa, bu vaqt qolsa qas bo'lsa yordam qilsang deb telefon qo'yibdi. Oqshom uni bir 10 qatimlab telefon qilib qo'rqoqsaganda kishilar shundan bu ishga Gollandiya hukumati alohida ishkilib kirib buni deb bermadi, ammo misol mening uyimni bexatar ko'chaga chiqaramiz bu degandek bir takror razıçlık bilan ko'rishib degandek ishlab ketdim. Ammo aslida bir ish bo'ldi deb tushundim, ammo nima bo'lganini bilmayman. Shundan bu narsa Vüstal degan planni endi ko'tarib yuqoriltirdi. Hozir Gollandiyaning o'zining Vüstal deb kelib qoldi. Uningki qo'limizda boshqa qarindoshlarning qo'lida meni qo'limda birorta kitob bo'lgan bo'lsa qolgan taqib bo'ldi. Ya Allohga shukr.
Qayışqanның nemesini aldı degandek. Hmm. Biraz buna asli vezni var bu kende şunu ola sal qadamni cho'maytib qoldik. Rahmat. Rahmat. Chunki biz bämisek okumaydi. Biz bädo okundu okumamdı uning natijasini keyin ko'ramiz. Meningcha mush kitob qancha ko'p odam tarqatilsa shuncha yaxshi bo'ldi. Chunki hozir qo'limizda butun Sharqiy Turkiston xalqining qo'lida o'zining irodasini ifodalaydigan to'g'ri bir narsa yo'q. Mush kitobdan boshqa. Undaq ekan biz mayli qanday qilaylik mush kitobni qancha ko'p odamga yetkazalsak bu bir natija bo'ladi. Uni cho'qim o'qiydi. Chunki o'qimagan taqdirdami deyli. Shuning siz degandek birinchi betiga, birinchi sirtdagi muqovas qarsilar Sharqiy Turkiston xalqininki irodasi aks etganlik. Uningdan keyin chet eldagi nurg'un organlarga bizningki irodamiz xato aks etishdan boshqa bizning tariximiz, kulturimiz va hozirgi irqiy qirg'inchilik uchrayotgan holatimiz xato yetkazilgan. Bu xuddi ichki ishdek, bu xuddi kishilik huquqning ishidek Xitoy hukumati burun yaxshi hozir sal yomon bo'lib qoldi degandek shaklda yetkazilayotgan. Uningga berilgan bir radiya bu kitobda faqatla to'g'ri narsa bor. Bizga bizningki irodamizga vakillik qila oladigan mazmunlar bor. Ham chin hech qanday yolg'on aralashtirilgan emas. Shunga bu sizningki ajringizga ko'pdan ko'p rahmat. Hamda bu kitobni siz jiqyaga taqitishdan sirt kamplarni taqasak buningki ahmiyati bor degan bir gapni qilganingizni oldim. Bu kampga taqatqanning nima ahmiyati bor? Endi men kampda yashaganligim uchun shu kimlik olman deb men bu ikki yerimda jafo tortdim. Shu jarayondan bunday ikrom jardim suhbat bo'lmoqda, hukumat chiqindi boshqa yerda. Bu yerda endi reallik bir masala bor demasak bo'lmaydi. Ba'zi Xitoy qo'rqusi bilan o'zi sog'lom, ammo Xitoy qo'rqusi bilan sen nalik desa Sharq Turkistonlik deyilmaydigan ro'y qo'rqinchga kirib qolgan qarindoshlarimiz bor ekan. Bularni zo'rlab sen nalik deb qistab sallab shu sen Xitoymi, Xitoylik degandek savolni so'rab oxiri og'zidan chiqqan gap o'zi deb turdi ba'zi qarindoshlarimiz. Buni olgan bo'ldik. Hemen kampda men top o'ynaymiz futbol maydonida Abdurahmon sen nalik deydi, men Turkiston sharqiy yazdim arabiga. Ba'zidan jungoliq deb shunday deydi-da, no deb qo'limda ben no jungoliq, men jungoliq men no sen deb maydonda eskartdim menda qo'lim bilan chiroyli turib turdi. Men Xitoyga o'xshamayman ko'rindim. Ammo qishimizda turgan badbaxt insonlar borda sen nalik jungoliq deydilar. Bu qo'rqib demaydiganlar bor, ani qasdan deydiganlar bor Xitoyda. Andan keyin Braziliya xabar topdimki, Gollandiyaga bosh davlatlarga, misol Qashqardan, Urumchidan, Turpandan shu Urumchilar oy bilan Turkiyaga keldigan 2 kundan keyin kelib panohlik tilovat qilibdi. Bu baxtli insonlar da bu yerda. Balkim bu Xitoydan to'xtam bilan chiqayotgan bo'lishi mumkin ispat imkonligida yoki shug'ul bilmaymiz ostini. Ammo bu lanimi nima deganlik aniq. Demak men bir o'zim turgan kampda kitob o'qigan, opasam uning hukumat bilan musofirlar kampini boshqarish o'rnini bog'laydigan FIV degan bir organ bor. Onun ba'zan men seni tonidim, sen bek yaxshi qildi. Men buni bizning Amsterdamdagi eng chong boshlig'imizga yetkazman deb ishtirok etganda FIVga ba'zan o shunday rahmat aytib ketdi. Sen bek yaxshi qilding. Sen Uyg'urlarni tanishtirishni bu bek muhim deb chet ellik bizning xalqimiz tutqunlanmoqda yo qechvotida ko'plar kitobni. Ama Gollandiya dərdi yox bir adam. Sen bunu özünlər üçün yaxşı qıldın deb məni maqtab özünün başlığı yetkizdiğanlığını deb qıldı. Şondakini toxtatdı. Deb adam özüm tuğa yerə bir atqanda, ondakı kamp plan bolsa, Google sinif adresini apırıb şu PVN degan digital musafirning boshqadan kova bir tas saçxanası bir tas işte bir kilovatimiz. Bunun foydası hem de bundaki misal Türkiye'de veya bir yerde 10-15 yıl yaşap kimlik alanmagan qarindoshlarimiz bor. Bu dunyoda ko'rilmagan bir ishda hamda qardosh degan bir davlatda nopos alanmay 15 yil yashayotgan insonlar bor. Bunda odam kelib qolsa kampida bir ko'riklar erishgan. Misol ko'riklar bilan birga turdim. Menga bir yillab iqomat bermay, menga partilab dod bu chiqdim bu davlatdan deb bosh ministerning ostida plakat pankartni chaplab 9 moddalik. Men insonda yashashchilik kelganda, men nima ish qildim desanglar, men faqat oilamning guvohligini berganlar ishim bor. Ama bunun da cezalansam bulmaydı degende bir qilib oldim o'tirimni. Ama Kürtlar 3 oyda aldım da.
Bu neymiş qara degan chog'da bu yerda Kurdlarda siyosiy iroda mavjud. Gerçi Erdo'g'an ulan avtonomiya olman, sizin kömbütümen, mustaqil olmasın yanında kömbütümen deb to'lismi, yanıla bu yerda bir siyosiy iroda bo'ldi mavjud. Shu bo'lgan o'tirmishlik bir buni insoniy fazilat nimasi bizning maqomimizdan yuqoriroq bir yerga o'tmoqchi. Ammo biz dunyoda hech inson ko'rmagan, xorliqni ko'rgan bir millat 220 yil bo'lganlar o'tirmay hozirlar. 3 yil bo'lganlar bor. Shu Uyg'urlar. Bu qardoshlarimiz yana shunda xorliqni ko'rib, yana qo'rqaydi, yana o'zining asli davlat nomini demaydi. Shu bu xil avvalda kompyuter turayotgan mayli qanday va yaxshisi yomondan demiz bizning xalqimiz. Shularning bir kun bo'lsin bir ishlari qulayroq, osonroq bo'lib, bunchani qonun siyosatida foydalanish barliq huquqlardan bahramand bo'lib qilsa, u hammadan bilishi bizning qarshi shart emas. Misal bizning oxirimizning hayoti Allohning oldiga boramiz hisobga. Shu yerga kichik bir chakbes qila, vatanimizning mustaqilligiga foydasi bor, ammo mushkul qarindoshlarimizning bugungi yerda tezroq kompyuterdan qutulib, misal men uyga chiqdim, misal uyga chiqqandan boshlab bilan misal bu bir pul bergan turi bo'lar, misal bunda pullar men oyda misal 4000 yevro ortib pul olib kelman. Misal bu misal hozir bu misal yerimni o'zim qaysizmi, aytib kim kelgan bolalarning kim kelmay, shikoyat bilan to'xtab mashi qilib olnak. Bu bir fursat. Bu qadriga yetsa bilsa nima qiladi? Ammo biz tushunganligimiz uchun namanchidonlar deb misal taqdim oldik. Bu yerda qarindoshlarimizning shu kompyuter turayotganlarning o'tirim tezroq chiqib, uyga baldoq chiqishiga foydasi bo'ldi. Shu bu tushunganligimiz uchun o'zim bu deb tortib baqqan. Shunga bu kompyuter qo'ldan bermay qilyapmiz. İnşallah shular bir azroq bo'lsin bir jeniga qatnab shularning. Rahmat. Chunki biz Amerikada kampni tushunmaymiz ekan, bu yerda bundaq bir tuzum bo'lmagan ekan. Siz degandan keyin hamda biz buni tushundik. Hatto kampga kirib, panolik tilash oldida turibmi, o'zining Jungolik deydiganlarning borligidan texim hayron qoldim hozir. Hamda bizning irodamizni aks ettirgan bu kitob agar shu kampdagi odamlarning qo'lga tushsa deyli, ular o'chada bizning dardimizni yaxshiroq tushunadi. Siz degandek dardning eng cho'ngini biz tortamiz, lekin bizning taqdirimiz eng nachar. Haq 3 oyda chiqsa, 3 yilda chiqmaydi. Asli rost gap qilsak, o'zimizning bayrog'idan, o'zimizning ismidan o'zimiz qochmasak, biz bu kunga qolmasligimiz kerak edi. Ko'pdan ko'p rahmat. Buni siz kamplarga kitobni akirgan ahamiyati bor deganingizni endi tushundim. Bunda bir tushuntirish berganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Hamda bizning har qanday ishimiz iqtisod bilan bo'ladi. Qanday qilsak biz iqtisod unumini yarata olamiz va bu to'g'ri xalqimiz deydiğiniz var. Chunki siz o'zingiz bir tijoratchi, nurg'un pul topgan, hamda hozir bizningki muajiratdimi ishlar pul bilan mangadi. Sizning bir bizga bergan maslahatingiz, fikringiz bo'lsa marhamat. Bu haqda yana men Salih ailesiga va sizlarga shunday uzun iqtisoddan Amerikadagi bir dunyoning eng siyosiy markazida qilmishlik bir yerda davom qilishdan Allohdan ajr tilayman. Iqtisod sarf qilib da'vo qilyotdi. Bu yerdan iqtisod albatta bek muhim narsa. Iqtisod bo'lmasa, misol men mushun mashina qo'yman. Misol ba'zi bir turklar ma'lumda buni qo'llash turkma boshqalarida biroz nima ekan? Ben kitap okumadım desem, abi başşaya. Ve Türk çıkıp kılıp, abi dur, ben arabanın parasını ben ödeyeceğim. Ben senden suyundım, memnun oldum sende. Sen bu zaman şahsı, o şirak yerden kepse, ben sana başka çıkmarsam, başını anlamakta, parak pulunu ben tölelikte. Diyen bu adam ayacalandı kendine. Mesela, meğer yani bir çoğu şey var, konakla kitap verdim. Uyadım işte çayxana açıp çay içsem, şu Stad House'ның karşısında çoğun çayxana varken, azrak bir paranlaşıp çay gelgenini kılıp, üzerine tanışım neymiş çünkü gelgenini desem, o mesela çay kullanmadan da. Demek bir adli neyse bu anda, aşağıdan pul gidiyordu, mesela ağıl düşünüp, sen jirak ve ammanlık ben oturtken şehirde şeyim ha. 300 kilometre şehirde o. Uyar bir kitap belgendi ki o, ben biraz maktap. Sen de çay kullanmayma. Bolsa tutulmadı. Ne konu oldu? Demek adam mağluna bilvatma derdimizde mağlukta işinin veznini. Bu bek boyum silahçı. Sen bek uluşta kılgan sade bu çetellik. Demek şundak bu adamda iqtisod elbette bek boyum.
Ben bu kitabın kitap mesela tema kitap mezmunu qılaqın səbəbi olsun, yəni bu kitab bağlab düşəndirək. Ben kitabını misal Gollandiyadakı siyasi hökumət orqanlarına emas, şəxsi təşkilatlarına bərgən bolduq. Biz qoşa şəxslərin təşkillənən toplum təşkilatlarına insan haqları qılğan. Ulamı kitap puluruşunu şu an məxməydanlıq yanlışqın qalğan boldu. Mən misal boldu şu hökumətdən toruqlanmasından kirib kitap pullarını olsanlar özün qalğan şəkildə ayını urup qoyanlar. Dedim ha bolu dedi. Yani ben size okuvatkan Türkler bizi savakdaşırlar. Bazı bu zulüm doğrusunda Türkiye'nin ki bizi kılatkan Xitay'la şerik olup bu vəhşi siyaset oyallarını edip düşündürtüğündeki olan nasıldık bir doğru kılatkan işbandı ben sərxin sürgü bütün milletvekiller olan yatırışlar. Bizim hükümetimiz var, doğru davam var bizde. Ondan ben biraz özümün bir insani men mecburiyetim adaqlış xalayma mesela İspanlı azıcık pul vermediğim oldu ben şu bunun bizden maliye ministerimiz inşallah bir fırsatı tutmak sonra bakma da paşa bir pul kep kaldım da. İnşallah kilide oylama demek bu müşuma da ben en küçük noktada bıradım ben. Belki bu köprüde kalan çıkıp kalış mümkün. Çünkü ya kitapta bizim toru ulanımız basıldı yaxşı bulduğunu. Toru kirislan yani kılışından köreleydi. Bizim kılıvatkan iradımız mı, siyasi davayımız mı var. Bizde gap plan yok Uygur'da deyilgan ama çetellikler körse mağıldı bir narsa bakken bulda ruh ölmepti devletçilik ama bu milletin ki dep bizde tanıygan bir avval var kitapta. Unda bolgandan elbette unda iqtisadımızga yardım bunun tigi dep oylayman. Hem de bununla birge mening yani xalqımız deydigan mesela ben bir ticaretçi mesela ilgili nurgun dostlarım var, hazırım var çetel dola. Ularning hammasi bunda nachar adam emas, axloqli, e'tiqodli, vijdonli qarindoshlarimiz, yigitlarimiz, akalarimiz, tog'larimiz bor. Bular tavsiya qilganim zaktonlarni iltimos bizning da'voyimizga qilishlaymiz, bir shunlarni hukumatga iltimos qilaman. Chunki bu bizga farz. Chunki biz o'zimiz qul. Boshqa qullarni qutuldirish uchun pul qishlash islomda farz. Ama biz özümüzü kutulduruz için bu perizden periz mümkün. Şuna bu aziz, uluq qarindoshlarimizni bizni bunda acizlikini taşlab etmey. Çoxum chet elning ya bir davlatning yardım kelgan qadar biz ham bir ma'lum shaxslarning kuchi bilan bo'lgan narsa to'xtab berib qoldigan bo'lganimiz inson bo'lgan ekanmiz. Yani o'sha bu da'vo qilgan odamninki tepayotgan puli egiligi o'zlikdan azlab ketganimiz bir vaqt adam bermaydigan pul alishimiz bo'lsa uning arqasida bu tim bu emas. Men başımın kelgan balki siz bilib anglayotgan tijoratni tushuna olasizlar. Bir vaqtgan pulni misol men da'vo qilgandek to'xtatib qo'ydigan bo'ldim. Chet eldagi obdash hamkorlashgan, to'xtamlashgan korxonalar bizdan biri. Ammo ular shu Xitoyla munosib bo'lganlik uchun bu to'xtatilgan qarindoshlar. Shunga buni ojiz vaqtimizda tashlab etmasliklarini umid qilaman. Herhalde oyunluk koyanlar, zakitanlarını, özünün tamak yiygan pulunu beğensenler, zakitanlar vasım yoldan yetkizip birinler. Eğer bana yetkizsenler, hükümetten tordan göreleysen, Abdurrahman sen, ben manç pul bergendim, bu pul oldu mu deyip, da torun kirip baksanlar, bu köygen boldu ki. Manç pul kepti almışım, benim pulum ki de bilerleysen. Misal, benim zaten pulum ihtiyacım yok, ama devlet beni yeterlik, ben talep kılmasam bazı, ben bilmediğim pulunu urup koydu. Günüm yaxşı Allah'a şükür. Şuna bu vaqtda çoxum biz başqalar qalab qolmay, qo'lingizdan keladigan ishni qilib o'tishni tavsiya qilamiz qarindoshlar. Chunki do'st, qarindosh tamoq yeganda, xushomatda bir-birimizni uchirib maqtab qo'yish do'stlik qilmaydi qarindoshlar. Uyg'ur maqol tamsili bor, xushomatdan do'st chiqmaydi deydigan. Qarindoshga to'g'ri yo'lni tavsiya qildi. To'g'rini ko'ngil kelsin qarindishimizning vaqtliq ziyonda saqlab qolish uchun to'g'rini deydi qarindoshlar. Men sizlarga bo'lgan bu qarindoshlik nuqtasidan bunu dedim, ammo biz bu sizlar yordam beringlar, bizni kamsitinglar, hujum qilinglar, biz inshaalloh vatanning mustaqillik sabab bo'lgan qadar biz bo'shlik qilamiz. Oz kuchimiz bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Bo'lsa hammamiz chunki bu o'zimizning ishi bo'lgan ekan, xuddi Abdurahmon Hasan afandim degandek, hammamiz o'rtaq tirishsak, qo'limizdan kelganini qilsak, buning unumi cho'qim yaxshi bo'ladi. Hamda biz da'vatgan mustaqillikning asli ma'nosi mustaqil davlatimizni qaytadan asliga keltirish.
Sizningcha mustaqilligimizni biz olamdi, xalq beramdi? Oxirgi savolni qisqa Albatta bu savol ko'p uchragan savol. Biz albatta mustaqillikni bizni Xitoy biz yelinsak, tilinsak bizni bo'lib qo'ygan bizning dadimiz emas. U bizni zaten shu hujayrimizni to'rt quritayotgan qadar biz shunday deb qaraydik Xitoylar. Biz hech qanday qilmagan bo'lsak vatanda, misol men ehtiyotli yashagan odam hayotimda, teshimda, hayoyda ko'rinaman, ammo ichimda sizib atrofimdagilar shu Xitoyning siyosiy suiqasdlaridan qo'g'dab yashagan bir sen demek tuyup yashagan. Şuna bize aşında ehtiyat yazsakmı baribir bizni o'tirganlik aniq. Men anamni Xitoyda bergan o'qituvchisi, anam tug'an kampda, anam yalang'ochlangan kampda, shu ma'murlar tug'an kampda anam kuniga birdan ikkita odamni o'ylayotganligini menga deydi. Men shundan anamning bir 24 soatda qarang'u so'langanligini chidab ololmay 70 yoshga chiqib qolgan bir ona. Qarindoshlar Xitoyga ishlagan, ya'ni ma'rif sistemasida. Bu kunni ko'rdi. Şuna biz jim tursakmı Xitoy bizni yo'qda o'tishga oldiraydi, fursat topsa. Biz savollarga bayon bir ta'kidlab makallar chiqib ketdi. Bo'ldim men degan. Men tartib olamdik, tamam. Buni biz xalqaro tartibga olamiz. Bu hafta 6-cı savol tugaydi deyman. Sözümüşdən qılay. Biz bunu albatta xalqaro tartib bilan ayni vaqtda Talibanlar qanda Ruslarni qo'llab chiqargan bo'lsa shunda. Bugun Ukraina hukumatı o'zidan 30 esa 40 esa kuchli bo'lgan Rossiya hukumati bilan tang taqobil urushadi qarindoshlar. Chunki xalqaroning qo'g'dish bo'lmasa Zelenskiy ya'ni qabrga kirib olsa Rossiyaning bugun radar sistemasi uning qon tipidan yotgan yerini tepib kuruqlu derler qarindoshlar. Mushunda darajik davlatlar urushadi chunki oxirida başka süper güçler var. Onu görünmez, onun radarını tosap, onun hava tavasını qo'g'dayotgan bir avvallar qarindoshlar. Bo'lmasa u qarshi turish mumkin emas. Biz bu yerda bugun biz da'vo qilishimiz maqsad, mayli odam da'vosi qilgan xalqaroning aralashish sabab bo'ldi bizning masalamiz ko'ngil bo'lishiga. Mayli mustaqillik talab qilib da'vo qilinak, u bizga aralashish sabab bo'ldi. Chunki biz mustaqil bo'lmay turib bizning inson haqqimiz, demokratik huquqimiz, hech qanday haqqimiz bo'lmaydi qarindoshlar. Bunu hemen söyleyettik. Hemen bunu söyleyettik. Şu an bunu Xitoy bizni sen bana bulab sen mustaqil yaşayacağın sen birey demeydi. Elbette bunu Xitoyning yoki bilsingan chaqda Xitoy shu chekinib chiqdi yoki xalqaro urush bilan bo'ldi biz hammaga tayyor. Urush bo'lsa biz tayyor, siyosiy kesimimiz biz tayyor. Yana bir gapni eslatib qo'yar, biz tarixda Xitoyga urushni yengilib qilib mustamlik olgan millat emas aziz vatandoshlar. Ayni vaqtda Rossiya 50 aeroplanda 1949 necha Xitoy banditlarini Sharq Turkistonga ko'tarib akirib qo'yib turib, Urumchi 500 Xitoy qolgan vaqtda. Bu xalqaroning kuchi bilan biz mustamlik qildik. Buni hammamiz unutmaylik. Bizning mustaqilligimizmi Xitoy genç bir kuchli ko'rinadi, ammo uning tepida yana Alloh taolo bir kuch musallat qilamiz dedi. Yana qarshi keladigan bir kuchlarimiz bor. Xitoy bor kuchi bilan chiqim qilib urushib o'zini 50 yil 30 yil keyin chekindirishni xohlamas mumkin. Balkim buni Alloh alam qaysi yo'ldan bo'lsin biz mustaqil bo'lib vatanimizni destagan qadar shu davlatimizni mudofaa qilib ketsakmi, bu yo'limizda yonmaymiz. Mustaqilligimizni albatta biz Xitoy xohlamsin tartib olamiz. İnşallah biz iradan bo'lsa bu narsa ro'yobga chiqadi. Tarix davlat qurgan, mayli davlat misol Appago'ga o'xshash boshqa kuchni elib kelib davlatni yiqitib davlat besha chiqqanlar bo'lsin yoki bizni mustamlik bo'lib qolganlar bo'lsin, tarixdagi barliq payg'ambarlar bo'lsin, o'z qavmi yoki boshqa bir kuch tarafidan zulm chiqqan chog'da boshqa bir kuchdan yordam so'rab kelib o'zining maqsadiga yetgan. Bu tarixiy bir reallik. Buncha o'qigan bek biladi aslida, ammo o'qig'ali chiqmaganlik uchun biz da'atimiz. Shunga inşallah bizim mustaqilligimiz mutlaq. Mening ishonchim bu. İnşallah bu yo'lda davom qilamiz. Savol yordimi yo gap? Rahmat. Haqiqatan shu mustaqillikka kelganda nurg'un odamlarimizda bir xil tuyg'u bor. Bir kuni bu mustaqilligimiz o'zi keladigandek bir xil o'ylaydi. Bizningki sobiq Cumhur Raisimiz G'ulom Usmon afandim o'zining nurg'un yozimlarda va videolarda bunu so'zlab o'tdi. Mustaqillikni qon verib, jon verib elish kerak bo'ladi. Buni hech kim bermaydi.
Albatta uning yo'llari har xil bo'ladi, lekin bu savolning javobi biz olamiz. Haq bermaydi. Albatta. Chunki bu bizning mustaqilligimiz, bizning manfaatimiz. Biz agar haqdan bu umidni kutib, biz o'zimizning mustaqillik davosini boshqa shaklga aylantirib, Xitoyni o'zimizning egisi chaqlab, uni ichki ishga aylantirib so'rasak, mustaqilligimiz mangu ekanmaydi. Oldi bilan irodamiz aniq bo'lishi kerakki, mustaqillikni biz olamiz. Buningga qanday bedel ketsa, shuni tilaymiz. Hamda buning yo'llari ustida o'ylansak, albatta Xitoy bizning dushmanimiz bo'lganiga o'xshash, hozir amaliyotda yaxshi o'ylasak, bu dunyoning dushmani. Butun dunyoning dushmani. To'g'ri. Butun dunyoning dushmani bo'lishda, chunki bular insondek yo'l tutgan emas. Ularning maqsadi dunyodagi insonlikni yo'qotish. Bugün Abdurahmon Hasan efendim ko'p rahmat, nurg'un yaxshi javob berdingiz. Bizning Xitoy bilan bo'lgan ko'rishimiz oldi bilan tonish ko'rishi. Xo'sh, oldi bilan so'rab ko'raylik. Dunyo Xitoyni tanidimi? Agar prezident Trumpning Xitoy o'quvchilarining vizasini bekor qilish tadbiri Xitoy bilan bo'lgan savdo kelishimdagi pechka bo'libla qolmasdan Xitoyning xavfini tunib ketgandan bo'lgan bo'lsa va izchil bo'lsa, demak Amerika oldi bilan Xitoyni tanigan bo'ladi. Chunki Xitoyning o'quvchilarini hal qilmay turib, Xitoyni hal qilib bo'lmaydi. Amerika Harvard universitetining Xitoy bilan qo'yiq munosabati bor. Uni to'smay turib, Xitoyni to'sqila olmaydi. Trump hukumati bilan Harvard 30 to'qinishdan Xitoyning Amerikaga singib kirishi va ideya kontrolligining qanchalik darajada ig'ir ekanligini ko'rib olamiz. Harvardning o'qish bitirish marosimida so'z qilgan Xitoy Zhang Yurong degan Xitoy ekan. So'zlardan biz Sharqiy Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik qilgan Xitoyning dunyoga insonlik to'g'riliq vaz aytayotganligini anglaymiz. Bu amaliyotda Xi Jinpingning Zhenlui Mingyingongtingti degan biznesi bor. O'rtaq taqdir insonlarniki biz bir kiyimida degan. Shuni targ'ib qilish bo'ldi. Buningga sahna hozirlagan dal Harvard universiteti. Bu Xitoy kim? Bu xuddi nurg'un Xitoy o'quvchilariga o'xshash Xitoy boshliqlarining ikkinchi avlodi. Gonarday deydi-ku bular. Dal mushu Xitoy oldiga o'qish mukofot dal mush Xitoy oldigan o'qish mukofot pulini ta'sis qilgan organning Xitoy boshlig'ining qizi. Xi Jinpingning qizimi dal Harvard o'qiydi. Xitoy o'quvchilari tiroidning itiga o'xshaydi. G'arbning tiroidning iti deydigan bir xil nimasi bor. Amerika hukumatining Xitoyning haqiqiy yuzini texmi ochiq oshkora ko'rib yetishini umid qilamiz. Chunki Amerika Xitoyning haqiqiy yuzini ko'rgan vaqtda, Xitoyning nima yelini qilayotganini bilgan vaqtda va uni to'sgan vaqtda, buningdan keyin bizga dushman bo'lgan va insoniyatningki o'rtaq qarshiga dushman bo'lgan Xitoyni yengishga imkoniyat bo'ladi. Hozir Amerika to'liq yaxshi ish qilyapti. Oldi bilan dal Xitoyning o'quvchilaridan tushdi bu ishni. Hamda bizning Cumhuriyet Reisimiz Mamtun Ala efendim mush Xitoyninki nutq so'zlagan videosi to'g'riliq X'da tafsili qilib o'z fikrini bayon qildi. Hammamizning buningdan foydalanishni umid qilamiz. O'zini va o'zgini bilmay turib, hech ish vujudga chiqmaydi. Siyosatga aql ketadi. Aqlni ishlatmay turib, biz quruq gap qilsak foydasi yo'q. Shunga hammalar shu Mamtun Ala efendimning X'dagi nemish qilmishda inkas yozadi, nima demoqchi deganni va u Xitoyning nima da'vatligini. U Xitoy amaliyotda Xitoyningki boshliqlaridek turib gap qildi bu yerda. Gap qilish uslubi, shakli hamma narsasi faqat Xitoyning boshlig'ining shaklida. Uni Amerikada vujudga chiqadi-da. Demak bu bir nomus, Amerika uchun aytganda bir nomus. U amaliyotda biz sana boshliq bo'lamiz, biz seni boshqaramiz, biz kuchlansak nima bo'pti degan ma'noda gap qildi. Endi programmamizni Cumhuriyet Reis Mamtun Ala efendimning X qo'ygan mana gapi bilan oxirlashtiramiz. O'g'lim, hamma odam nafratlanadigan bo'ri bo'lganki, hamma odam minadigan eshak bo'lma. Rahmat Abdurahmon Hasan efendim bugün bu suhbatimizga ajratgan vaqtingizga vaqt munosabati bilan suhbatimiz shunday oxirlashdi. Hammalarning vaqti xayrli bo'lsin. Xayr. Rahmat, rahmat. Barliq qilishingizga Allohga emanet. Rahmat.